Assalomu alaykum. Navbatdagi darsimiz arab tili grammatikasi 5-dars. Ushbu darsimizda sizlar bilan kitobdagi 3-darsni boshlaymiz va bu dars muhim dars hisoblanadi. Sababi bu darsda biz sizlar bilan alif lam haqida gaplashamiz. Xo'p, demak, ad-darsu thalisu. Ad-darsu ath-thalithu 3-dars. Ath-thalith 3 degan tarjimani beradi. Xo'p, demak, bu darsda biz alif-lam haqida gaplashamiz, dedik. Alif-lam nima o'zi? Alif-lam bu so'zning aniq holati ekanligini bildiradigan bir ko'rsatkich, bir belgi desak ham bo'ladi. Hop, alif-lam qaysi bir so'zga qo'shilsa, u so'zga tanvin qo'shilmaydi. Ya'ni tanvin, ya'ni so'zning oxirida keladigan un, in, an tanvini alif-lom bilan bir-biriga zid narsa. Ya'ni bir so'z agar aniq bo'ladigan bo'lsa, u alif-lom oladi. Agar noaniq bo'ladigan bo'lsa, tanvin oladi. Endi ma'lum so'zlar bor, o'zi tanvinda tursa ham aniq hisoblanadi. Bunga misol sifatida insonlarning ismini keltirsak bo'ladi. Masalan, Zaydun degan so'z bu insonning ismi bo'lganligi uchun alif-lam olmagan, chunki u o'zi shundoq ham aniq. Va oxiri tanvin bilan tugagan. Ya'ni hozirgi gapimiz, ya'ni qaysi so'z tanvin bilan kelsa, u noaniq bo'ladi degan gapimiz shu toifa so'zlarga aloqador emas. Undan boshqa noaniq bir so'z, aytaylik, kitabun degan so'z tanvin bilan turibdi, alif-lam olmayapti va bu noaniq so'z, qanaqadir bitta kitob deb tushuniladi. Agar shu so'zga alif-lomni qo'shadigan bo'lsak, al-kitabu deb o'qiydigan bo'lsak, tanvin ketadi. Bitta harakat qoladi, al-kitabu. Va bu endi muayyan bitta kitob haqida gap ketayotgan bo'ladi. Alif-lam so'zlarga qo'shilsa, odatda o'sha qo'shilgan so'zning birinchi harfi shamsiy harfmi yoki qamariy harfmi, bunga ko'ra alif-lomning lam harfi o'qiladi yoki o'qilmasdan o'zidan keyingi harfni ichiga kiritib o'qiladi. Masalan, al-baytu bu yerda lam o'qildi yoki ash-shamsu bu yerda lam o'qilmadida shni ichiga kiritib o'qitdik. Va bu shamsiy qamariy mavzusida biroz agar tushunmagan bo'lsangiz yoki nima o'zi bu narsa degan savolingiz bo'lsa, bizni aynan shu mavzuga taalluqli boshqa darsimiz bor, uni ko'rib, bu mavzuni tushunib olganingizdan keyin bu darsga qaytsangiz bo'ladi. Demak, shamsiy, qamariy harflarni alif-lomga qo'shilishini siz bildingiz va bilasiz. Endi bu darsimizni birinchi qismida, ya'ni ad-darsu thalithni birinchi qismida faqat qamariy harflar bo'yicha misollar keltirilgan bu kitobda. Xo'p, mana birinchisi baytun so'ziga alif-lam qo'shildi va natijada al-baytu bo'ldi. Baytun, al-baytu. Oxiridagi tanvin ketdi, bitta dommaning o'zi qoldi. Chunki hozir aytganimizdek, bir so'z bir vaqtda o'zida ham aniq, ham noaniq bo'la olmaydi. Al-baytu. Odatda alif-lomni alifini ustiga hech qanday harakat qo'yilmaydi. Bu yerda siz buni a deb o'qing degan maqsadda fatha qo'yilgan. Aslida hech qanday harakat bo'lmasa-da doim a deb o'qiysiz. Tushunarli-a? Xo'p, demak, baytun, al-baytu. Baytun qandaydir bir uy, al-baytu muayyan bir uy. Xo'p, keyingisi kitabun, al-kitabu. Demak, bu yerda kaf harfi qamariy bo'lganligi sababidan al deb biz lam harfini o'qiyapmiz. Qalamun, al-qalamu. Ruchka. Qandaydir bir ruchka, muayyan bir ruchka. Jamalun, al-jamalu. Tuya. Demak, qandaydir bir tuya, aniq bir tuya. Biz tarjima qilayotganimizda qandaydir bir tuya, aniq bir tuya deb tarjima qilmaymiz. Shunchaki sizga tushuntirish maqsadida shunday so'zlarni ishlatyapmiz. Demak, endi bular ishtirokida, ya'ni alif-lom qo'shilgan so'zlar ishtirokida gaplar tuzamiz. Mana bu gapga qarang. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Ruchka siniq.
ruchka siniq. Xo'p, bu gapimiz qanaqa gap? Arab tilida gaplar ikki xil bo'ladi. Gaplar arab tilida ikki xil bo'ladi. Birinchi xili ismiy gap, ya'ni jumlatun ismiyatun deb aytiladi arabiy istilohda. Ikkinchi xili fe'liy gap, ya'ni jumlatun fe'liyatun. Agar gapning boshida fe'l turgan bo'lsa, bu fe'liy gap bo'ladi. Biz hali bunaqangi turdagi gaplarni ko'rmadik. Hali bunga bor. Agar so'zni boshida ism, ya'ni ism deganda bu ot, sifat, son, ravish, olmosh so'z turkumidagi so'zlar arab tilida hammasi ism so'z turkumiga kirib ketadi. Va bu mana shu ism bilan boshlangan gap bo'lsa, bu ismiy gap deyiladi. Tushunarli-a? Demak, mana bu al-qalamu maksurun degan gapimiz qanaqa gap? Ismiy yoki fe'liymi? Albatta ismiy. Al-qalam bu yerda ot so'z turkumiga mansub bo'lgan, ya'ni ism so'z turkumiga mansub bo'lgan so'z. Shu sababdan ismiy gap deb aytamiz. Ismiy gaplar odatda mubtada va xabardan tashkil topadi. Mubtada, xabar nima bu? Mubtada o'zbek tilidagi ega so'z nima deydi? Ega so'ziga to'g'ri keladi. Xabar esa kesim so'z turiga to'g'ri keladi. Ya'ni mubtado degani tarjimasi boshlanma, boshlanish degani. Odatda gapning egasi arab tilida gapning boshida kelganligi uchun egani arab tilida mubtada deb aytiladi. Mubtada. Xabar bu yangilik, informatsiya degan ma'noni bildiradi va u odatda ega haqida ma'lumot berganligi uchun u xabar deb nomlangan. Xo'p, demak, bu gapimizda qalam siniq, qalam singan degan tarjimani beryapti. Gap nima haqida? Gapni egasini topish uchun gap nima haqida ekanligini so'rasangiz, ana o'sha gap egasi bo'lib chiqadi. Gap ruchka haqida. Yaxshi. Ruchka haqida qanday ma'lumot oldik? Nima bo'pti ruchkaga? Nima qilibdi? Nima yangilik bor desa, sinib qolibdi. Siniq ekan. Ha, demak, siniq degan so'z gapning kesimi, ya'ni xabari. Demak, al-qalam mubtada, maksur xabar. Ba'zan grammatika, ya'ni nahviy terminlarni ham juda sodda tarzda, ya'ni siz uni hazm qila oladigan darajada tushuntirib boramiz. O'ta chuqurlashmagan holatda. Darajamiz yuqorilab, darslarimiz keyingi sonlarda bu mavzularni ham sekin-sekin kuchaytirib boraveramiz. Demak, siz bugun bilishingiz kerak bo'lgan narsa ismiy gap mubtada va xabardan tashkil topishligini bildingiz va mubtada bu ega ekanligini va xabar bu kesim ekanligini bildingiz. Va yana bir narsa, mubtada bilan xabar ikkita holatda bir-biriga moslashishi kerak. Ya'ni agar mubtada birlik bo'lsa, xabar ham birlik bo'ladi, ko'plik bo'lsa ko'plik bo'ladi, ikkilik bo'lsa ikkilik bo'ladi. Va agar muzakkar jinsida, erkak jinsida bo'lsa, xabar ham shunaqa, yoki ayol jinsida bo'lsa, xabar ham ayol jinsida bo'ladi. Demak, mubtada bilan xabar odatda deyapmiz, demak istisnoli holatlar ham bor. Demak, odatda mubtada bilan xabar sonda va jinsda moslashadi. Bu yerda ham al-qalam maksur, ruchka siniq. Bular to'liq moslashgan. Navbatdagi gapimiz al-babu maftuh. Al-babu maftuh. Al-bab, siz buni bilasiz, eshik degani, maftuh ochiq. Eshik ochiq. Eshik ochiq. Ya'ni birinchi eshikdan boshlaysiz, keyin uni ochiqligini aytasiz. Ba'zida o'quvchilar noto'g'ri tarjima qilib qo'yishlari mumkin. Ochiq eshik deb qo'yishlari mumkin. Bu holatda gap bo'lmaydi. Ochiq eshik bu gap emas, so'z birikmasi, sifatlanmish birikmasi. Va tepadagi al-qalamu maksur degan gapni tarjima qiling desa, siniq ruchka deb qo'yadi. Yo'q. Ruchka, siniq bu gap. Siniq ruchka bu gap emas. Keyingisi al-waladu jalis. Al-waladu jalis wal mudarrisu waqif. Jalis o'tiribdi, o'tirgan, waqif turibdi, turgan. Ya'ni bola, al-waladu bola. Bola o'tiribdi va o'qituvchi turibdi. Al-waladu jalis wal mudarrisu waqif. Bu yerda alif lomni agar ikkita so'zni orasida topadigan bo'lsak, ya'ni vav harfi va undan keyingisi al-mudarris so'zi
orasida alif lam kelib qoladigan bo'lsa, alif o'qilmaydi. Ya'ni aytmoqchimanki, va al mudarris demang. Val deb bog'lab ketasiz. Tushunarli-a? Demak, al valadu jalisun val mudarrisu waqif. Ana endi pastdagi gaplar ham ayni shu mavzuga daxldor bo'lganligi uchun birgalikda o'qib chiqamiz. Bu mashq emas. Xo'p, birinchi gapimiz al kitabu jadid val qalamu qadim. Jadid yangi, qadim eski. Kitob yangi va ruchka eski. Navbatdagi gapimiz al himaru sag'ir val hisanu kabir. Eshak sag'ir kichkina, kabir katta. Eshak kichkina va ot katta. Bu gaplar orqali antonim so'zlarni berilgan bu kitobda, ya'ni katta, kichik yoki yangi, eski kabi. Uchinchi gap al kursiyu maksurun. Al kursiyu maksurun. Stul siniq, stul singan. Al mindilu vasikh. Vasikh kir degani dastro'molcha kir. Navbatdagisi al ma'u barid. Ma suv, barid sovuq. Al ma'u barid suv sovuq. Keyingisi al qamaru jamil. Jamil chiroyli. Oy chiroyli. Keyingisi al baytu qarib val masjidu ba'id. Qarib yaqin, ba'id uzoq. Uy yaqin va masjid uzoq. Keyingisi al hajaru thaqil val varaqu khafif. Thaqil og'ir, khafif yengil. Demak, tosh og'ir va varaq yengil. Varaqni barg ma'nosi ham bor. Keyingisi al labanu har. Al labanu har. Demak, sut issiq, har issiq degani. Keyingisi al qamisu nazif. Al qamisu nazif. Demak, ko'ylak nazif toza degani. Vasikh bilan nazif bir-biriga zid so'zlar. Ko'ylak kirdir. Demak, bugungi darsimizda mana shu gaplar bilan kifoyalanamiz va kelgusi darslarimizda bu darsning mashqlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Salomat bo'ling.